Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiye günümüzü başlayayız. Liksiye de sıracıyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü İslah 2025 yıl, 5. ayın 28. gün hepteki çarşamba vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin ise Gazi. Cungo'da, mesela Merkezi Komiteti Jonanxay'da, birisini kolga aldı degan xabar geldi, birisi g'oyib bo'ldi degan xabar geldi. Mesela Saychi, mesela Xi Jinping'in birisi qamoqqa oldi degan xabar geldi. Bular ajablanmaymiz vatandaş. Çünkü Cungo hükümeti reaksiya davrida. Çünkü Jonanxay hozir bir o'zgarish davrida. Yoki qasroqdoshlarda umumyuzlik kompartiya halok bo'ldi. Yoki buning ichida ikkinchi bir xil ahvol o'tirg'i chiqishi mumkin. Hozir siz biz bilmaymiz demaymiz. Dal o'zgarish davriga kirgan Cungo, ashunda vaqtda bugun unda xabar yetib keladi, ata bunda xabar yetib keladi. Siz bundan mantiqiy qonuniyatlar, ya'ni real va tarixiy qonuniyatlarni bo'yicha deb olasizmi vatandoshlar. Bugungi xabar nima desangiz bunda ekranda armiya boshlig'i o't ochdi. Xi Jinping yengilganligini tan oldi. Asli mavzu Xi Jinping sahneden çıkıyor şarkısında Zhang Yuxiao eslab o'tdi. Wang Yang varis bo'ldi. Qiziltam ichida ishlar kontrollikdan chiqib ketdi. Xi Jinping taxtdan tushirdi. Xi Jinping taxtdan tushirdi. Turgenim degan to'q allaqachon taxtdan tushib bo'ldi degan edi. Bugün yeni kelyotgan bu xabar ikkinchi bir odamning qo'li bilan obzorchi Janxonshukka 5. ayın 28. kun yutildi. Jiddiy xabar. Xi Jinping Liu Yuanni yer osti uyi mirza qamoqqa oldi. Xi Jinping endi bu yerdan kuchi bor bo'lib o'tirg'i chiqdi. Nima deydi? Ayni vaqtda Jungoning raisi Liu Shaoxining o'g'li Liu Yuanni Xi Jinping mirza qamoqqa oldi. Yer osti uyiga qolmadi. Zhang Yuxiao alohida harakat qismlari qo'mondonlik qilib, Liu Yuanni qutuldirib chiqdi. Demak, bu yerda qurolli harakat boshlandi degan bir to'xtunigan, endi buni javob bugun keldi vatandosh. Saychi g'oyib bo'ldi. Markaziy komitet ishxonasining mudiri Saychi g'oyib bo'ldi. Xi Jinping mirza qamoqqa oldi. Yoki elindi. Bu yerda Saychini Xi Jinping mirza qamoqqa oldimi? Yoki Xi Jinping o'zi mirza qamoqqa elindimi? Ochiqlik yo'q. Liu Yuan uyga qaytib kelganda boshda qo'lga olingan Liu Yuan yer osti uyiga qamalgan Liu Yuan qaytib keldi. Sabab Zhang Yuxiao harakat qo'llanib, harbiy harakat qo'llanib buni qutuldirib chiqdi. Tanqid. Su shoxi 5. ayın 28. kuni yutib. Wang Zhishan, yani bir xabar. Yu Zhishan, bular hammasi siyosiy byuroning sobiq a'zolari. Vaqtni ching tutib birlashib Ren Zhichangni qutqizib chiqdi. Ren Zhichang Xi Jinping tarafidan qamoqqa hukm qilingan, turmaga nazarband qilingan, shuncha xizmat ishlasimi, uni mahrum qilib qamoqdan ozod qilgan emas edi. Bugun bu Ren Zhichang degan odam savdogar odam. Bu odam hozir qamoqdan qutulib chiqdi. Uni Wang Zhishan degan bilan Yu Jinshin deydigan sobiq siyosiy byuroning a'zolari qutuldirib chiqdi deydi. Hu Jintao bilan Ren Jiabao bu harakatga qarshi. Masalan, Ren Zhichangni turmadan qutuldirib chiqishga Ren Jiabao bilan Hu Jintao, ular bir guruh rais Xi Jinping, rais Hu Jintao, vazir Ren Jiabao bo'lib turgan-ku davlatga bir vaqtda. Hozir shular yana bu siyosatga aralashib, Ren Zhichangni qutuldirib chiqishga qarshi turdi. Diqqat qiling. Markaz Jonanxaydagi bo'layotgan kurashga diqqat qiling. Mavzusi bizga muhim, sizga muhim vatandosh. Kim kimni so'lab qo'ydi, kim kimni tutib oldi, kim mirza qamoqda, kim kimga zarbat, bu cho'ngga emas. Jonanxayning ishi nemishqa patparaq bo'ldi. Kompartiyaning taqdiri qandoq bo'ladi degan gap vatandosh. Ya su shoxi tanqid 5. ayın 28. kuni bu xabar. Yana bir xabar. Xi Jinping huquqdan ayrilib qoldi. Yani bunun qarama-qarshi oldi kelyapti. 3 tarafdan kuzatish Xi Jinpingni. 4. umumiy yig'in. Wang Yang, Hu Chunhua varis bo'lamdi.
yoki reis bulamdı. Jiang Yusha bilan Xi Jinpingning ziddiyati Tayvanga hujum qilish yoki Tayvanga hujum qilmaslik bilan boshlandi. Jiang Tellangning sahari 5-ayning 28-kuni. Mana bu uch qol. Harbiy odam Jiang Yusha. Xi Jinping Tayvanga hujum qilaman deydi. Harbiy odam Jiang Yusha bilan qo'shilmaydi degan gap. Jiang Yusha qo'shilmaydi, Xi Jinping Tayvanga hujum qilaman deydi. Jiang Yusha bilan Xi Jinpingning ziddiyati mushadan boshlandi degan gap. Bu to'g'rida masalan Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putinning maslahatchisi Dokin, Xitoycha Dojin deyilgan bu odamning ismi maslahatchisi ekan, siyosat sohasi maslahat bir yaqinda Xi Jinping masalan parad 80 yilligini xotirlash harbiy paradiga Moskvaga yetib kelganda shu Dojin Dokin degan Xi Jinpingga yo'l yo'riq berib, agar Tayvanni ozod qilaman desang dal payti hozir. Kechiksan kechikib qolasan, avval bo'lsa burun bo'lib ketdi dal bugun deb Xi Jinpingga maslahat bergan ekan vatandosh. Xi Jinping qaytib kelgandan keyin nima harakatlarni qildi bunisidan ma'lum. Biroq Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning maslahatchisi Dokin reis Xi Jinpingning Tayvanga hujum qilishni qo'lladi degan gap ham bu yerda siyosatning murakkabligi. Hozir bir nima demaymiz vatandoshim. Uning ustiga 2023-yili 11-ayning 11-ayning 8-kuni 2023-yili 11-ayning 8-kuni navbatdagi Jiang Yusha Moskvani ziyorat qilganda prezident Vladimir Putin o'zi sobiq davlat mudofaa ministri Sergey Shoigu 3 odam o'ldirib Rossiyalik 2 cho'ng amaldor Jiang Yushani qabul qilgan edi. Shu vaqtda Jiang Yushaga dal Tayvanga hujum qilish to'g'risida prezident Vladimir Putin va Rossiyaning davlat mudofaa ministri Sergey Shoigu o'xshashli ashundaq fikr, ashundaq mazmunda fikr qilgan ekan vatandosh. Bu maqolamiz saqlaqli hozir taqsirlarga so'zligicha bo'lmadik. Hozir bugun Dokin degan shundaq maslahat bergan bo'lsa, Xi Jinping Tayvanga hujum qilishga tayyorlangan bo'lsa, bu albatta harbiy odamlarga masala selish kerakda. Bu kim? Jiang Yusha. Jiang Yusha qanday bo'ldi? Rad qildi deganga. Qo'shilmadi, Tayvanga hujum qilish qo'shilmadi. Ziddiyat shu yerdan boshlandi deb hozir bugun bu oshkorlandi endi vatandoshlar. Yana bir xabar. Prezident Donald Trump Jongoga ajallik zarba berdi. Xi Jinpingni qonun bilan bartaraf qilish kerak dedi. Injabo taglikni oshkorladi. Qonun bilan hukm e'lon qilish kerak bo'lsa, qonun bilan hukm e'lon qilish kerak. Turmada yetish kerak bo'lsa, Xi Jinping turmada yetish kerak. Injabo mushuna deganmidi vatandoshim? Bugun xabar deb sizga yetkazdim. O'zingiz tahlil qilib, o'zingiz o'ylaydigan. Injaboning taglikni oshkorlash, ya'ni bu xabarni yetkazgan halaqa Shaolin moliyasi 5-ayning 28-kuni yutib o'tdi. Buni mumkinmi, mumkin emasmi demaymiz. Paras va qiyos ichida mushundaq mumkinlikni hozirgi Jonanxayning vaziyatidan kutamiz vatandosh. Demak, Jonanxay ana shundaq parakanda. Endi siz mal xabarga bir diqqat qilib qo'ying. Men yaqindan beri O'rta Osiyo ishlari qiziqayotgan Jongoning, uning uchun Jongodan chiqayotgan kameramanlar, ya'ni fotograflar, suratga tortqichilar, suratga olg'ichilar, butun O'rta Osiyo davlatlarini aylanib degidek kamerada video film ishlab Xitoyga tarqatyapti. Buni Xitoyda biri ko'chmanlar ko'rishi kerak birinchi bo'lib, ikkinchi harbiylar ko'rishi kerak, uchinchisi agar mumkin bo'lsa, shu qo'lidan keladigan bo'lsa, Jongoning savdogarlari ko'rish kerak. Mush 3 tabaqa, 3 sinfga bu kameramanlar O'rta Osiyoning butun qiyofatini ko'rsatib beradi. Shuning ichida bir mavzuni bugun sizlarga olib keldim, qaranglar. O'zbekistonda 13 xil bayqash nefesden tap qalğandek bo'ldi. Mesela ko'rguchilar sezgi a'zolarini dimiqib qoldi. Ularning sezgi a'zolarini dimiqib qoldi. Mavzu radio nima, video film YouTube'da e'lon qilindi. 2025-yil 5-ayning 3-kuni YouTube. Buni deganlar nima edi qilib qoldi, bu qilib qoldi deganlar hayron qoldi O'zbekiston to'g'risida. Hayron qoldi degani. Endi bu xabarni, bu video filmni qanday boshlabdi ma'lum qilganlar. O'zbekistonda 13 xil bayqash.
video filmni ko'rsak hayron bo'lib, nafsing to'xtab qoladi, nafas ololmaysan. Balki sezgi a'zolaring qitib qoladi yoki demakib qoladi. Biz sizlarni qarshi olamiz. Bu kun biz sizlarni O'zbekiston turmushi ishiga boshlab kiradigan yo'l bilan boshlab kiramiz. O'zbekiston turmushi nihoyatda boy, yorqin, tarixiy manzillar bilan to'lib toshgan bo'libla qolmasdan, yana nurg'un kishilar bilib nurg'un kishilar berib ko'radigan O'zbekiston nurg'un turmush paketlari bor. Buni tushungan har bir kishi bundan hayron qoladi. Bu video filmda biz sizlarga O'zbekiston ayollarining o'ziga xos alohidliklarini hamda bu go'zal davlatning o'ziga xos jazibelik turmushidan qandoq huzurlanishni tanishtiramiz. Deydi video filmda video film ishlaguvchi. Agar sizlar O'zbekiston turmushiga qiziqadigan bo'lsanglar va bu davlatning ko'plagan davlatchilik paketlariga erishmoqchi bo'lsanglar va sayohat xotirasi qoldirish uchun ko'rkam mazmunlarga erishmoqchi bo'lsanglar, bu fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymanglar. O'zbekistonda birla qo'g'inning 160 xili bor. Bu qo'g'inlarning tarixini bo'ylab yugursak, bir necha ming yillarga yetib boradi. Bu davlatda ayollarning yujin, puraqliq guli o'xshaydi. Bu davlatning ayollari yujin, puraqliq guliga o'xshaydi. Bu gul tabiiy va saf ham go'zallikning simvolidir. O'zbekistonda ayollar bilan erlar qo'l elishib ko'rishmaydi. Bu davlatda qator tuzilgan masjidlar ziyorat qilganida va atrofdagi oshxonalarda, o'rlab oshxonalarda erlar etayotgan mizilik polodin huzurlanganida, polodni yeb huzurlanganida O'zbekistonda 10 xil o'tgan hayotlik va bugungi 10 xil pesh o'tgan hayotlik, o'tmishdagi hayot va bugungi hayotlikdan huzurlanadigan cheg'ingda o'zining ko'zlariga ishonmay qolsa. O'zbekiston dengiz okeanda yiroq bir quruqlik davlati. Lekin sen O'zbekistonning qo'sh bisliq ichki quruqlik davlati ekanligidan xabaring bormi? Xatolashmayman va xato anglamagansan. O'zbekiston ichki quruqlik davlati bo'libla qolmasdan uning qo'shna barliq davlatlar ham ichki quruqlik davlatidir. Yaqindagi dengizga yetib bormoqchi bo'lsangiz, siz yana boshqa ikki davlatdan kesib o'tishingiz kerak. O'ylab bakın, O'zbekiston va Turkmaniston, Afg'oniston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bu davlatlarning dengiz chegara sohili yo'q davlatlardir. Xuddi politikalik siyosatning sirli saroylardan boshlab o'tgandek, yoki xuddi politikalik siyosatning sirli saroylariga kirib kelgandek. Vatandaşım, bu tasvirde hiç qanday gap yo'q. Bir davlatning, bir O'zbekistonning o'z qiyofati bo'yicha shuncha go'zal tasvirlashning o'zi arziydi. Bir davlat, u yerda xalq, ishchan xalq bor, o davlatni qurayotgan ishchan xalq bor. Mening qo'yadigan savolim, hozir men sizga Jo'nanxayning ahvolini so'zlab berdim. Mushundaq bir paytda Kompartiya yemirlisharibsizlar. Gumron bo'lisharibsizlar. Nemishqa bu 353 partiya. Cemiye 353 parça O'rta Osiyo ziyarati kameraman, apparatchik, hammasi ko'tarib ishlagan film 353 parça. Bu 353 parça hammasi O'rta Osiyoga qartilgan bu mazmunlarni olib Xitoylarga tanishtirish yuqoridagi 3 tabaqa savdogarlar, harbiylar, ko'chmanlar tabaqasiga topshirish nima uchun zarur bo'lib qoldi? Anadaki yana bir savol qo'yib, hozir Jungoning nazarida, Jungo Kompartiyasining nazarida boshda aytdik Tayvan. Tayvan bo'g'ozi Jungo Kompartiyasi navbatda urush maydoni. Bir urush maydoni vatandoshim. O bir urush maydonidan qutulish uchun ikkinchi bir urush maydoni etishi kerakmi? Yoki ikkinchi bir maydonga urushga tayyorlik qilishi kerakmi? Masalan, hozir bu dunyoda bu hammasi mumkin bo'ldi-ku. Tünügün müstakillik e'tirof qilgan Ukrainaning bugun taqdiri qarab bakan vatandaş.
Hazır Rusya bütün zihni küçülü Ukrayna, Avrupa qarab turayotganda, O'rta Osiyoni tashlab qo'ydi, igisiz qoldi O'rta Osiyo deseniz bo'laverdi. Xitoy hukumatı O'rta Osiyoga singib ko'rish uchun oldi bilan O'rta Osiyoni tonishtirish. Bunun ichida markazlik madaniyat aloyiliklari O'rta Osiyodagi 5 davlatni tonishtirish. Mushu orqali Jungoda kimlarga rag'bat bermoqchi, ko'chmanlikka, ko'chman bo'lib kelishga, kimlarga rag'bat bermoqchi yoki ikkinchi bir xil vosita yoki ikkinchi bir xil maqsad bilan O'rta Osiyoga yurish qilishga. Qo'yilgan mavzularda shunday mavzular bor. Olg'a, ilgirla O'rta Osiyoga yurish qilamiz. Shunday mavzular bor 53 video filmning ichida. O'rta Osiyoga yurish qilamiz, olg'a. Moşu dergiga yetdi. Ondan bu video filmlarning ichida yana bir video film bor. Uni yo'qitib qo'ydim, saqlab turyapman keldi. Saqlab olmabman-da. Uning mavzu nima deb qo'yildi desiniz, O'rta Osiyo ellerida qayerga borsam, har qanday davlatda, har qanday davlatning aholisi Jungoga qarshi, ya'ni Xitoyga qarshi. Bu aholining ichida Xitoyning, Jungoning yaxshi gapini qiladigan bir aholi yo'q. Mayli qaysi respublika, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston bo'lsin, mushu yerda yashayotgan xalqlarning hammasi Xitoyga qarshi. Mana bu siz kerak qiladigan muhim nuqta vatandosh. Mana bu biz kerak qiladigan Uyg'urlar kerak qiladigan muhim nuqta vatandosh. Demak, O'rta Osiyoning uyg'onishi davlat qurish bilan uningdagi milliy ongning uyg'onishi yoki davlat qurish bilan uningdagi demokratik shaxsiyatchilikning uyg'onishi, demak Xitoyni Xitoy deb tunishi, bugun Xitoy singib kirmoqchi deb tunishi, bugun Xitoy mustamlika qilmoqchi O'rta Osiyoni deb tunishi va mushu tunishdan olqib chiqib, bugun O'rta Osiyo xalqida uyg'ongan milliy ong Xitoyni o'ch ko'rgan ekan, demak bir mustamlikachiga nafrat, bir mustamlikachi Xitoyga nafrat yog'dirishdan boshqa narsa emas. Muşlarını görüp ahiri yüzü Xitoy, yana Xitoy yüz berayotgan xabar. Neymiş ki bu O'rta Osiyo elleri Jungoga qarıştırdı, yani Xitoyga qarıştırdı. Bunun tekstine baş taalluq qildik. Bu yerda Uyg'uriston yashaydi. Uyg'uriston degan davlat bor. Mustamlika davlat bor. Bugun O'rta Osiyo ham shundoq. Bu tarqatayotgan xabarlarning hammasi asosligi nimaga qartilgan? Yemek, içmekka, kiyim-kechakka, to'y-to'kinga, masalan, O'zbekistonda qiz yigitning to'y qilishi degandek ahvollar, tarixiy miroslarga, tarixiy asori atiqalarga va shundaqla qatnash yo'lining ravon emasligiga mushu O'zbekiston turmushi, masalan, O'rta Osiyo turmushi, Qozog'istonmi shundaq, Qirg'izistonmi shundaq. Bütün şunun qaratgan yerda mening gumon qilayotganim Xitoy orqa o'yla, avdan qisab Tayvan orqa o'yla O'rta Osiyo degan mushundaq siyosiy chambarakda qarashtirib, shuningga diqqat qilyapamda qandoq? Shuning uchun qadam tashlayapamda qandoq? Mushu savol bilan men yaqindan beri O'zbekiston O'rta Osiyo to'g'risidagi xabarlar to'g'risida sizlarga bir jumlada, ikki jumlada so'zlab keldim. Bugun buni yana ko'proq mavzularga tayyorlashim kerak edi, vaqtim qisqa qoldi bu bir. Endilikcha ham tugadi, oxirida o'zir qo'ydig'ini vatandoshim. Men yilda bir qatim doktorga tekshirish etdim. Ertadan boshlab doktorga tekshirtiman badan a'zolarni. Bir kun yoki 2 kun ekranga chiqmasligim, sizlar bilan ko'risholmasligim mumkin. Shuning uchun hammalarga Alloh yor bo'lsin, hammamizni Alloh aman qilsin, yaxshi fursat, yaxshi vaziyatda turib o'tamiz vatandoshlar.